Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men sizni izlab kelgandim. Bir ashir bormidi. Azroq dadim bordi. Kenet kadrlarga desem faqat anglamadi. Shuni sizni izlab kelgandim. Unda chiqaloq chirib boramiz. Ne oldu? Nima gapdi? Mava hükümet selip bergen yer devreşki çıdamlık öyünün pulu deyen bana azırak qaz atılıp qalğan. 2 yıldan boyan muş kenet başlıkları şu qazını qaytdırsan dep meni bir qıstap ketivatıdı. Mening erim ölüp ketken, kızım yatlık bolap başqa yutuq ketken. Qo'limda faqat iqtizod yo'q. Şu qarzını qaytdırışa faqat amal qilamadım. Sen turaydiganlari qancha puldi? 8.000 yen puldi. Tuqqalladım mı sordum, hiç qaysisi bermedi. Kenet kadrları күндүз süylep, meni faqat oltağa uzmayıvatıdı. Şu qarzını yo'q qilib etkil bo'larmi? Sizlar yetirmi? Qancha kelirmi? 4-5 mo 20 baatdi. O yeğenimi haqqa berib etken. Hoca aka. Siz yo'qmi? Tamam chiqar. Siz yig'ishtiringlar, men birdan turib chiqay. Ha, bo'ldi. Qotanda qo'y qala degandek narsa yo'qmi? Yo'q, hech nima yo'q. Erim o'lib ketgandan keyin puldimmi, quriblam ketdim. Hozir mush issiq jonnimni aran saqlab turibman. Siz tez kunni qopla. Biz bir tekshirib baqali. Hukumat amaliyot sağında ko'lamdan oshgan qismini dehqonlar o'stilaydi deb belgilagan. Aman qila olgan bo'lsam, oldilariga hergizmi kelmaydim. Sizlar hozir chiqaytib tursa. Biz kentkilardan bir muzokaralashib baqali. Ha. Sizlar xotirjam bo'linglar. Biz qo'g'onlarni ash deyishgan vaqt tayyor qila olamiz. Lekin bizning ham bir shartimiz bor. Bizga cho'qim oldin zakolat urib bersizlar. Yo'q. Biz nesiga ish qilmaymiz. Ha. Men sizga tushundirdim-ku. Biz muqim bo'lgan dehqonlar hamkorlik kooperativi. Biz bir yerga kech ketmaymiz-da. Ha. Oldin qadim sizning to'g'ridan avat bergan materialni ko'rib chiqqansiz? Ha. To'liq yodingizmi? Ma'qul. Xo'sh. Nima deydi? Zakolat puliga tas ishonch qilinmayapti aka. Lekin ularning deganimi to'g'ri. Yo'q, ukam. Bizning burnimizga bir qatim so'kirdi. Endi yana haqning gapiga oldinib yuraversak bo'lmaydi. Agar ular bizga ishonmasa, bir odam emassin. Zakolat pulini elib kelib, mush ishning beshida tursin. Bo'lmasa zakolat pulini urib bersin. Ikki mashina qo'g'inni biz bir hafta qolmay yoqib bo'lamiz. Zakolat puli urib bermasa, bu ish vaqtincha turib tursin. Hozir ishlarimiz tayyor bo'lib qoldi. Qo'ton qurilishni tezlatmasak bo'lmaydi. Uningdan boshqa qo'y, kala, yem-qashaq oladigan ish bor-da. Unda bo'lsa, men aloqalashib boqay. Lekin bu mushu deyishgan baho uchun hisoblaganda oldin qitim shaptulni tatgan ziyonning o'rnini bu qitim qo'g'on sodisida qildirayotganmiz aka. Ukam. Qo'liga kirmagan pulning foydasini hisoblamayli. Bu ahmoqdan ish ekan. Oldin qitim shaptul sodisida ashna qilib mollaga atdiq-ku. To'g'ri. O ziyon bizning hamkorlik kooperativimiz uchun intayin ochiq bir savoq bo'ldi aka. Hozir nima unda oson pul topib olsin. Hamma odam aqli xo'p ketibdi. Biz qaysonligicha qum sanab puldik aka hozir. To'g'ri deysan. Sen va Xanzotul bilan kompyuterga pishib qo'ygan ekan, Mujda uchurini menga vaqti-vaqtida debdi. Ma'qul. Agar hamkorlik kooperativimizga qo'shgan to'xtang alaydi bo'lsa, maoshingni bir qatlab beraman. Ha? Uras chaqchaq emas. Ya Allah, emdize senin pulun, mening pulum deb og'rib yurar ekanmiz-da. Anda cho'paylish ketmayli juma.
Ulanı dümlep oldun mu? Vay dümlep oldum. Göğsüm pişip kaldı. Yaxşı. Bakara. Ak koğrunlardan bir 5-6 taksi kütbegin. Ola bir iş görünküdün işçi olmasa boldu kılmaydı. Ha? Bekçik tamak etkizvetle. Kildiğe mıyman bekçik ma? Vay hemmisini kilidi dedim o. Ha? Ulanı ottan bir kütüp koymasak bulmaydı. Vay kavatının göçlerinin tazcık toğrap koydu. Bopta. Kılıvergin. Bakara. Bugün bağı Paskaldı güvendiriğinin hemmeni bir çıkara. Vay hatırcan bosla. Gül gülüge keltirip etmen disle. Yaxşı. Mihmanlar geldi. Sadıkcan, mihmanlar geldi mi? Ahmet Tosulla onu mu desi gitar? Nimişka? Baralmayımız işimiz var deydi. Şunu siz gidip koyup gelişe. Hey, baranmayımız desi makul da binip geldiniz mi? Zorlan bozum ya, kesimiz bulmadı. Meni zolumu de demlisi gitar. Mihmandaşılığı baralmayımız, belgelim ba dep illa billah onu mu de. Aslında özür disili boptu ki. Makakını bir kütüp koyaydıysa hece bedinin işi oldu. Karap durup beni közgü ilmiğanlık der bu. Şu gitar. O bir vakt tamak yenge asman ölüp düşem de. O prensip kaydı digenle adam çıkırdıgan tusa. Ben tamakını azrak eteyliysem unumayla. Endi kandak kılımaz. Vay sen bir zıvadın bizden çıkıp dur ha. Sigitar. Bu olmasa silbi berip bakamlıya. Şunda kısla. Tamakını unca olacak itip koyduk kesin. Kep yet kesin. Şunda kısam bulam dinleyeyim mi? 可以木大哥，合作社这一块都遇到什么困难了？你给我们大家都说一说。 Yanılı şu meblağ meselesi. Meblağ yetişmegechke nurg'un ishlar hisob qilyapti. Hamkorlik kooperativida 5 odam bor. Ularni qaysi mablag' silishga da'vat qilib boqsak bo'lmaydi. Yo'q. Ular bilan faqat birlik etim rasmiy soldig'anga deyishgan. Ular chiqolmaydi. Ham chiqog'idek pulmi yo'q. 我明白了，他们最担心的就是钱入股了，最后还打了水漂。 Qo'tan pissa qo'yilish uchun nurg'un pul ketadi. Yana da yam qashak oladigan gap. Mushlarni o'ylasam, beshim ketib ketadi juma. Mana qilayli. Ata Leon ikkimiz ahvol doklad qilayli. Naygim borayli. Amonat qarz kooperatividan o'simsiz qarz olayli. Hozir bizda birdan bir amal shu. Sizce shunaqa qilsak bo'ladimi? Yoki boshqa paychiqlarning fikr chiqadimi? Agar o'simsiz qarz hal bo'ladigan ish bo'lsa, hammasiga o'zim ega. Qarzni o'zim qaytaraman. Men boshqalarga ziyon solmayman. Bo'ldi, shunaqa qildi. Ahmetcan, muşbak işliğe açmamışlar. Qulğunu qızıb kepsizdə, hə? Bayanınızı sizi yox. Bir muncha masaqil muzokara qilib chiqdik. Ma Boston dehqonlar hamkorlik kooperativini sal qo'llab qo'ymasak bo'lmagadek. Malsiz tirqab qopti. Kentdan yordam qilib ilmi olmaganini badiqo. Shundami qiyimjon? Kent bu jihatni yaxshi qildi. Bunaqa ko'z yummaymiz. Lekin bu hamkorlik kooperativini qurib qo'ygan bilan ishdan o'tmaydi ekan sekretar. Buni taraqqiy qildirish uchun mablag' bo'lmasa bo'lmaydi ekan. Deganing o to'g'ri qiyimjon. Bir ish qilmoq unda oson emas juma. Pul topmoq uningdimi tez. Qiyimjon, biz rahbarlik bilan qayta bir muzokaralashib boqali. Yana qanday bir e'tibor siyosatlar va tafsilroq uqili. Rahmat. Amsa men may. Ma'qul. 可以木大哥，你可千万不能灰心，我们一定会帮你的啊！ Rahmat. Ma'qul amsa, men may. Ma'qul. Ahmetcan, ishinglar tugagan bo'lsa, men xizmat ko'rib sizga hammanglar bizning uyga berib, birer piyoldan bir choy ichib kelmabsizlar. Rahmat. Bugun kechda biz ozroq o'rganishimiz bo'lyapti. Bugun borolmaymiz. Har qaysinglar bu yerga kelganimga xilib qoldi. Necha qitim uyga tomoq taklif qilsam, faqat bag'ili unimidinglar. Manda qilib kelsanglar, odamning ko'ngliga rostlik keladi ekan juma. 阿西姆书记，我们驻村干部明文规定，
我们真的不能去啊！谢谢谢谢。 Әрқайсыңларның хотын балалары ажырақты қалды. Ақчан өй тамағыны мо сегініп қалды деп, ма Садықчанны алдыңлығы өбәсем, пәкәт бағылы ұнымапсылы. Шоң атайттан алдыңлығы өзем келішім. Рахмет. Konuğul tegil oldu. Biz hizmetlerimiz bir akıl tatbikseli vallahi. Bir gün baramayız. Şunda mı? Ha? Rahmet. Bopta, emsi ben kettim. Makul emsi. 组长，这个人可真有意思，这说发火就发火了。 Bopta, hizmet münasebetiyle konu ağırıp kalkamaz, tuzlup kaldı. Canım, bizim işimiz kaldı. 就是，我们要按原则办事儿。 Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, qo'g'inni bes bo'ldingmi? Bes bo'ldik aka. Sizlar haqiqatan lavzonglarda turdi ekansizlar. Men sizlarga ishondim. Agar mushdoq ta'mlik sortli qo'g'indan yana yig'alisanglar, men gap yo'q 2 mashina sotib olay. Siz xotirjam bo'ling. Yurtimizning mevalari haqiqatan bak esil. Qachon olaman desangiz, pul kartiga urilsalar, yerlik mahsulotlarni men tayyorlab qo'yaman. Sizni tonimayman, pulni toniyman dang ha. Undaq deyman. O'zaro bir-birimizga ishonmasak, qandaq savdo qilib bo'ladi. Demakchi bo'g'inim, pul kartiga urilsa, yaxshi mal tez tayyor bo'ladi demakchiman. Bo'ladi. Sizning hamkorlik kooperativingizning ishlari ro'naq topsin. Vaqtinglar bo'lsa, bizning qarmaylarga berib o'ynab ketinglar. Bo'ladi. Cho'qim boramiz. Ma'qul. Ma'qul, xo'sh. Ha, aka. To'rda kuchlarning foydasi bormi ya? Haqiqatan hayron qilyapman. O'qiganning kuchini ko'rsatsan, juma. Juri, mangay. Adaş, kentimizga tushgan kadrlar xeyli yaxshilan qilyapti juma. Shu. Men oldingi oyoq tarafdagi maktabga borsam, maktabning zeylab o'rli tushgan qashot temini yangidan shakl ettirib turibdi. Ay, yuqori top yo'lni va, shu simil qilib birdik-a. Hammadan zam, o'sha kentimizga qiroatxona qurib berib, bak yaxshi qildi juma. Bujniki agar xizmat ko'rsa kadrlar yurtimizga yaman chiroyli, go'zal qilib ketdi-ekan-a. Bo'ycha buningdanmi yaxshiladik oldimizda. Anglasam, men qiynkan bor-ku. Bo'l qurgan dehqonlar hamkorlik kooperativiga urg'unligiga yaxshi yordamlarni qilibdi. Shundami? O'tiradim. Oy, ne oldu ya? Anam şu odadan sıkılmışım, medırlamayı yatıdı. Nesiz? Anam şu odadan sıkılmışım, medırlamayı yatıdı. Kızım maşın geldi mi? Şoket, suşet tutturun. Tutturun, pardon. Voy, Ahmetcan, ne oldu? Cep ya, şuradan maşını aylandırın ha. Tamam, ma'qul. Kızım, sıkılma. Ananız yakışıp tutudu. Doktorlar çokum davalap çakaytır. Beni odadan çıkıp gitken. Hem de anam. 别怕，姑娘，你妈妈不会有事的。
Temcan, şu taraf masa koptu. Makul. Roşengül! Hey Roşengül! Bu ne şaka? Ulan Kasımcan, Dada. etizlikka memme billa basam bu tüken yalğız öydü oturup işim sıkılıp gitti. Tova deyin ha dada. Sen etizlik basan haklı nime deydi? Hak ne mi dersi deve bende? Ne mi karımız? Sen onda diyen bilen dada. Bak Kasımcan yaşınıp kalgan dadısını etizlik işliğe apırıptı dep gap kıp cümem da. Ha? Yetip arman gına dada. Emiş muşundaktı, unumaydı kesle. Menin ben etiz erikni kögün kemmemdi bula. Oy boptu, bazı dadam. Taya toksiklik bolgan diken. Sen cıptı. Dadam koyup versen hazır hem yer bağız kelidi. Lekin özünün ahvali yar birem da. Ha? Dadam bak Tümen kentimizden çoğun aksakılı. Onda işleydiğin etzeri kapatsak bulmaydı. Ha dada? Diginin o rast. Boptu, sılı berinle. Dada, bugün işlerim sel cık. Ertögün ma sel işlerim selikkende seni bunda apır aylandırıp girek. Makul ma? Sen çoğu padişahlı dekmiş köpünün üstü diyete bir arman ettirer. Makul ma? Bizi verip kirlense dada. Makul. Makul. Verip kirel dada. Makul. Dada, makul hoşemse biz mandık. Ha, çın oldu ha? Makul dada. Bekra demiş kuatsizler. Bir? Bu kakla toksuzluk ne fazla eken? Ağzım zor. Madem Hey, dur kasılda hemen. Doğru kaçırı tüsmek ha. Keşti ağa. Orduk yese kısa. Bir? Kakla toksuz tutma. Kısık yaparken. Hey, bizde bu bir maç dokucu tükettik o. Sen de yap oldu o. Kim sürüştük da ne? Tayin yok yapkınmanlar. İşte pulun koşulu anılsın imdeydi. Hadi gel. Hadi boldu, boldu hep de. Mazak olsun ha. Ondan oldu kakla toksuz tutamedi geldikken. Bu pahalı ne var? İşte tayin yok şunu kıldık. Bana biz çıkımız düşmüge okşaydı ha bunun bunu. Kasımcan, bu yıl şal bek okşaydı ha. Əcir qıldık emasmi qo'to. Ya deganga qanchalik əcir qilsak, shunchalik hosil beradi. Rast. Burun oğa bilan neç gün o'rdi. Hozir kombayn bilan ay tuytdik bizdan da o'rab pulimiz. Ova, taraqqiyot degan ajab pul ekan ha. Men turibla osh oğa bilan shal o'rga vaqtlarni eslab qolaman. İkimiz bir sol yerib ishlab ketadigan bo'lsak, og'anim sezmay qoldik degina, ha? Rast. Bir kunda necha moyan o'rab buldik. Esingda da İkimiz aşı şal oğmusu vaxtida tonuşup muhabbetlashgan-ku. Qilin davatgan gapini. Nima muhabbet degan? Qayrig'anda xijilmi bo'lmaydi. Nima deganing bu? Muhabbet degan odam o'lguchi yurgidan o'chmaydi juma. Muhabbet deganning o qara. Bo'ldi, aldirib qarab beydisizlar. Yana daraq tutolmayli yana. Mushkoni muhabbetni ko'shab, meni miyib qo'ymasli yana. Nega bana qaraysiz? Ay nim bo'ldi? Qopaqlarni sangoltayga o'tirib ketibdi. Etizga billa barayli desem Kasımcan unumedi. Öyle oturup adamın iş pişip giderken xoton. Kasımcanның деген to'g'ri. Sizlar etizere qildi so'rilib yursin, ma haqlim deydi. Hemmen muş gapni deyişdi kense.
Men etsizlik verip ayrılıp gelsem nim boptu? Siz onda diyenler öyle mi? Hak onda demeydi ki. Qadir axın öyle jim yatmayıp etizir qıldı jürüptü, balının aşağı orlışıptı deydiken. Şu gepni anlıqıldır ama. Assalomu alaykum Qadir aka. Va alaykum assalom. Bekraxon. Gel otur. Allah akbar. Men çay. Amine xan. Bo'ldi. Amina qacha bo'ldi, avaromislar. Men ma Qadir akam bilan birdan bir muңdishib chiqay deb kirdim. Jiq o'tamayman. Ma qo'shni bo'lgandikin edim. Sen seg'inib qoldikin emasmi? Bo'ldi, avaromislar. Qadir aka, Qosimjon ko'rinmaydi-ku. Bayatın etsizlik ketdi. İnşallah pişip kaptı o. O kızı etmesi bulmaydı. Shundoq. İnşallah pishib qoldi. Qosimjonning hamda mo'llusul oldiga vaqt keldi, Qadir aka. Bekraxon. Ha? Xotningni ekilib olib, bak yaxshi chiqibdi. Xotin kishi yo'q, öy olamdı. Qadir aka, ash xotinni men ekilib olamdimi? O'zi kelyapti. U xotinni vaqo 1000 yil ko'rmasammi, hozir ko'rgandek kanayg'ish to'yoqliq deysizlar. Yüzünü daptar qilib kelyapti emasmi? Undaq dema, Bekraxon. Seni chiqqan yaxshi yo'qan. Shuncha yillardan beri eg'ringni ko'tardi bu. Qadir aka, sizni tushunmaydiganlar deyman. Bu xotin kishi deganning vaqo 1000 yangi yilsi vakin deyman. Nimishqimi xotin olgandimi deb o'zimni bir mush tastaklab ketdim. Deganmi, nimishqisining yollarga kirganini bilaman. Dal mush xotinning xapligi deyman. Ya nimish ulaşdinglar? Nim bulatdiq. A saran xotin men birmich alvansaylik selvetdi. Pul yo'q desam, onamning uyga ketibman deb turib oldi. Shuning bilan yana sizni yaqin ko'rib Qadir aka, oldinlarga kirdim. Bu do'qetim ketib qolsa, kelmaydigandek qildi Qadir aka. Bekraxon. Texili, 1000 yil ko'rmasam hozir ko'rgandek davatdan. Endi nima bo'ldi? Qiziq gap qilganlar Qadir aka. Gap degan shunda bo'lmam deyman. Hozir xotin haq deganni olimi deb oldiga ishvama. Qire bir xotinni olimi desakmi vaqo 20-30 ming ko'p pul ketgan. Shu vaqo Qadir aka, mush xotinni vaqo aldapsizlar bir xotin qilaymi deyman. Sen xotin emasmi vaqo? Endi bilan deb ketdim Bekraxon. Qiziq kelsa, mendan pul so'rash uchun xotin haqni birdam o'ri qilmanga birdem cins hayatını aylandırıyordun ha? Ya Hazret, Qadir aka. Bek akıllı adam cümlesinde. Adamın içindekini birdemde bilip vallahi ha? Bekraxon. Ha? Men senden bir sual sorap bakay. Ha. Menden kaç lira pul kazandın? Aldık ya neyse alırsak bir 2000 koydun aşılığı deyme ha? Bekraxon. Ey Bekraxon. Senin muşundaq yerlerin bulmay. Kolum koşundarçılıkta alık belki işe ötmeyerim işe bopturdu Bekra. Bunun da ben sana desem mundaq iş en mühim. Biri qarzını vaxtida qaytırış. Yani birisi yalgan söz demez. Menden sen 3200'den qarz aldın. Her qatim pul ağa vaxtında 5 gündü birime, 10 gündü birime deb alırsa. Aldığa 3 yıl oldu, kendine şikayetini açtı. Yani muş pullarını vermeye durup, yani benden pul kazısı olsan, hep işeme. Ya Hazret. İş mecmari xotinning bir ko'nglini elib olay deb oldinlarga kirib dikanman. Mush xotin kishining gapini anglagan odam qozadi, sarangzadi. Qadir akam bamidi deb chiqsam, gap tugmadimi? Qadir aka, men chiqay. Ma'qul. Men chiqay. Bekraxon to'xta. Men sana pul vermeymen emas. Pul degan tursa turaverdiganlar. Mening demek yo'g'idan koni qarzdiriqni qaytirib bersan bo'lmamdi degan. Qadir aka, o'lmekning ustiga tepmak deganda gap qilmislar. Qarzni surishti qilib qolsak, sizlar menga qarzda o'qilalimiki? Ha? Bu qanday gap Bekraxon? Qanday gapligini keyin bilib qolalar. Ma'qul, men chiqay. Aminaxa. Ne etizlik berip bile. Voy, bunu qasımdan qapib qo'ylar. Vamsa bo'ldi. Berip bile.
alsam ne çık? Yolumuz hep karıtı. Doğru. Kendi kaldı. Kendi üniversitede Ağabeyler, Rasya'nda bir yollarımızın ahval bulmaya kalmış. Yollarını kengaytmasak, kattıklaşmamsak bulmaydı ki. Yani kotandan aldığını mı azırak oңşımsak bulmaptı. Endi yastımız adaş. Nemeli degen bilen moyime kotanını pütküzüp koylarını içik solup aldık. Kağını asasta buludu. Bir işini kılımen dese kıyını boldukin cuma ağabeyler. Bir kança ayına aldı da şahsen ben bunda buluşuğa işenmegen de. Olmalık bağda hemkarlık kooperatifimizin işlerini müzakereleşken çağda birbirimizi soğuşup tas kaldık deymiş oldu. Bir neçe ay bula bulmay. Ma kotallan selep, toylan sulap işlerimiz ravaşıp gitti. Bunu hemmimiz çıkargan bilen bütün capağa kıyım kaldı mesma. Onu demeyle. Kotana çıkıp bakalım da. To'xtaxon. Isovat daftarini keling. Bu jami 520 to'yaq qo'y. Buning ichida 315 sog'liq, qolgani erkak. 70 to'yaq qo'chqova. Endi kuzlikka bu sog'liqlarni qo'chqova qo'ysak, 315 to'yaq qo'zi tug'ildi degan gap. Navoda buning ichida 15i qishdan chiqolmay, ayvonmidi degandimi? 300 qo'za cho'ng bo'lsa, 300 paxlan bo'ladi. Qiymoqlar. Bu qo'yni 6 kun ekansiz necha kun ketdi? Berib kelish, qo'y tanlashni hisoblaganda jami 14 kun ketdi. Voy, bu 6 oyning yo'li bek uzun yo'l ekan emasmi? Uzun. Lekin qo'ylarni nahayat arzon bor edi. Yaxshi qo'yapti. Adaş, müş koylarının hem yem xeşeklerine mi işek çıkım gidiyor. De koyunu bakıdan adam yakmamsak mı? Şundak, capa, xilban ağayınlar. Kıyınçılık mı az emas. Lekin arkamda sizlerdek benim kolluğuçularım, payçeklerim bayarı ben nemeden ensirekler. Capa, xilban ağayınlar. Kıyınçılık mı az emas. Lekin arkamda sizlerdek benim kolluğuçularım, payçeklerim bayarı ben nemeden ensirekler. Mikrofon, ben sizlerde kıpkızıl xalq pulunda tarak sana qolağını tutqazgandım ha? U pulunluq vağı hazır müşk aptap çıkmaydı. Sizlar vağı her moyaga 200 koydum pul verdinglar. Ama yerden qancha gosul eldinglar, satsanglar qancha pul qoldi? Bir o'ylab beqinglar. Nima deb jo'ylayapsiz Mikrofon? Qo'singiz g'uminglar o'xshamanda. Baba. Qanday? Ko'nglim ko'tarildimi? Kötürülüp kaldı. Kötürülüp kaldı. Pek hoş oldu. Qashqarning bu taraqqiyotga hech kimning ishongisi kelmaydi. Qara, hayotning atrofidagi bu o'zgarishlarga. Azizane diyorim var. Vay, Qashqarda